Assalomu alaykum, hurmatli kursimiz ishtirokchilari. Hozir men sizlarga qanday qilib BMG Drive ichida ob-havoni nazorat qilishni o'rgatib o'taman. Aytib o'tgandim, BMG Drive real hayotga o'xshagan o'yin. Buning ichida bir qancha narsalar bor, siz bilmagan. Shuni bir ikkita nastroykasini men sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, nastroykaga kirish uchun biz har doim ESC tugmasini bosyapmiz. Tepada klaviaturada chap tepa burchagida ESCni bosaman. Bu joyda quyidagicha nastroykalar chiqadi. Men sizlarga hali mana bu menyular bilan tanishtirib chiqaman ketma-ketlikda, lekin bizga kerakli bo'ladigan hozirgi menyu mana bu bo'lim, ya'ni quyoshchani, bulutchani rasmi bor, 4-da turibdi. Xo'p, mana bunga bitta bosamiz. Buning ichida nima bor desiz, buning ichida mana bunaqangi narsalar bor. Bularni hozir izma-ketin tushuntirib ketaman. Bu joyda biz soatlarni, vaqtlarni, gravitatsiya, ya'ni og'irlik kuchlari, tortish kuchlarini nazorat qilsak bo'ladi. Bulutlarni kamaytirib, ko'paytirsak bo'ladi. Shunga o'xshagan bir ikkita qo'shimcha funksiyalar bor. Men buni sizlarga ko'rsatish uchun mashinani kamerasidan kamerani uzaman. Buning uchun shift ruschasini bossam, kamerani uzdi mana. Har doimgidek общий planga chiqib olamiz. Kattaroq joydan ko'rsatsa sizlarga ko'rinadi. Tasavvur qiling, hozir nimani ko'rsataman? Quyoshni ko'rsataman. Hozir quyosh tepada turibdi, ko'ryapsizlar. Mana bu joyda turibdi. Bu joyda tepada time degan narsa bor. 9:07. Ertalabki 9:07 daqiqa o'tdi deyapti. Mana shu vaqtda shunaqa joyda quyosh bo'lar ekan, mana shu zonada. Biz buni nima qilsak bo'ladi? Bu joydan biz tortsak, quyosh harakatlanadi. Mana. Quyosh ko'ryapsizmi? Bu joyda soyalar almashadi. Masalan, ertaga bizga videomizda soya tushmaslik kerak bo'lsa, biz mana shunday qilib biz nimani nazorat qilishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Real hayotga o'xshaydi-da bu. Mana kechqurun bo'ldi, ko'rdingizmi? Mana shunaqa kechqurun bo'ladi. Mashinalarning farasini yoqsak bo'ladi, osmonda yulduzlar ko'rinyapti. Real hayotga o'xshaydi bu BMG Drive. Endi soatni yana suramiz. Mana 9:44 ertalabki mana. Quyosh yaxshi turibdi. Va pastda bu nima deydi? Birdaniga kerakli vaqtga o'tsangiz bo'ladi. Masalan, mana buni bosadigan bo'lsak 12:00. Aniq vaqtlarga o'tkazadi. Buni bossak 15:00. Buni bossak mana 17:00. Hop, 21:00. 1 soat orqaga qaytaradi. Soatma-soat orqaga qaytarsangiz bo'ladi. 1 soat oldinga qo'shadi bu. Hop. Mana buni bossak 1 soat oldin qo'shadi. Soatni qo'shadi, ya'ni quyosh harakatini qo'shadi bu. Nima bo'lyapti? Quyoshni harakatlantiradi. Masalan, 1 soat qo'shsa mana kun botishiga qarab ketib boryapti. Mashina ichiga kirib ketib qolyapti.